Cherski Jahongir aka Ortiqxo'ja eshitgan bo'lsangiz, Amerikada juda katta zavod qurmoqchi ekanlar. Ha, eshitdim shunaqa. Siz o'zingizga qachon qurasiz o'tdi? Jahongir aka katta tadbirkorlar ustozi, bizlarga ham ustozlar. Jahongir aka endi juda ham katta loyiha qilyaptilar. Hamma biznesmen orzu qiladigan $600 million plus investitsiya alyumin zavod. Biza qo'shni bo'lib Meksikaga qurmoqchimiz. Siz xuddi shunaqa katta pul sarflaysizmi yo o'zim bilan ishmi mo'ljal qilyapsiz? Puldan ko'ra muhimroq narsa aytaman-da hozir sizga. Ishchilarni kuchini arzonligi, soliq to'lovlar, bojxona to'lovlari, ishchilarni o'rnini katta yaratishimiz, katta loyiha bo'lishi va keyinchalik Amerikaga zavod qilish ham niyat qilganmiz. Bu zavod qachonga mo'ljal qilyapsiz qurish? Xudo xolasa 2027-yili boshlaymiz. 2028-yilda zapusк qilsak, xudo xolasa. Siz zavodingizda ishlash keyinchalik orzu bo'lib qolar ekanda. Albatta, kimga orzu bo'lib qoladi aka? Meksika orqali Amerikaga ketadiganlar bor-ku, shularga albatta orzu bo'lib qoladi. Hazil tariqasida aytayapman.